Mana olib qo'yishadi. Olishadimi? Mana bemorlar bilan mana rasmga tushish jarayonlari bo'lyapti mana. Opalarim xursand mana. Artistlar bilan rasmga tusha olmasa, doktorlar bilan rasmga tushirar ekan mana. Ahvolingiz qanaqa edi sizni? Oltida keluvdingizda. Ikkita Oltida keldim. Oyog'iga naguzga tushmasin deb. Suyak yemirilishi bor edi. Suyak yemirilishi. Suyak yemirilishi edi. Yaxshi. Demoqchimanki, hozir ikkinchi etapdasizda, ikkinchi etapda olib ketyapsiz. Yaxshi. O'zgarish necha foiz bo'ldi? O'zimga 70-80% bo'ldi. 70-80% bo'ldi. Yaxshi. Bu opamiz ham birinchi kursga keldingiz-a? Bu opamiz ikkinchi, uchinchi etapga keldingiz. Xo'p. Bu opalarimiz Qirg'izistondan keldi. Suratga rasmga olaverasizlar, men videoga olay. Mana qiz chaqiramiz, o qiz olib qoladi mana. Sening qizing Hamma turib men o'tirib galatida. Mayli, xo'p. sog'lom. Bo'ldimi, yaxshimi? Xursandmisizlar? Siz ham doim tanjalaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Onajoningiz baxtiga hamisha omon bo'ling. Siz baxtingizga onajoningiz omon bo'lsin. Jigar bag'irlaringiz hamisha tanjalari sog' bo'lsin. Yaxshi niyatlar bilan topgan farzandlaringizni baxti kamolini ko'rib, to'rilarda o'tirib, bundan ham martabalaringiz ulug' bo'lsin. Bizda nima deydi, kasallarda, bemorlarda doim Berganinglarga katta rahmat. xursand bo'lib, sog' salomat o'ynab Allohu akbar. Sog' bo'linglar.